Assalamu alaikum aziz yurttaşlar. Mana bugün 18 fevral 2026 yıl sizler bilen şu April tolqinlarında didarlaştırgandan katta xursandman. Mana hurmatli do'stlar, nerede rag'batlantirish bo'lsa, o'sha yerda alga siljish, yaxshilik, yaxshi ishlar bari shu yerda mujassam bo'ladi. Masalan, mana artistlarimiz qo'shiq aytadi, muxlislari shu qarshaqlari qag'ib atadi. Bu artist aytadi, ana muxlislarim ko'p ekan mening deb, bular yana jo'shib ajoyib qo'shiqlarda aytmag'a qaraydi. Shunday ekan, men ham mana she'r yozaman. Agar shu she'rlarim yoqsa, sizlardan shu like bosishingizni so'rayman. Ondan keyin men shularni shuncha odam like bosibdi deb ko'rib quvonib o'tirib, yana mening ham olg'a siljishim yaxshi bo'ladi, muxlislarim ko'p ekan deb, yana shu yangi ajoyib she'rlar yozishga qiziqaman, shunday quvonish paydo bo'ladi menda. Aziz, insonga xos bo'lib fariz, yodda tutib do'stlar hargiz, bilmoq muhim siz hamda biz tug'ilgan yer yurting aziz. Gir aylanib her yog'ingdan, ayirmay hech quchog'idan, silab siypab yosh chog'ingdan tug'ib boqqan onang aziz. O'rnini bosolmay hech vaj, bandani qilmasdan muhtoj, suyib yeydigan ehtiyoj, to'yimli non cho'rak aziz. Boyib ko'tarib qaddini, unutib do'st yor qadrini, bilmay o'zganing dardini, har kimga o'z joni aziz. Jahon ichra yoyib ulduz, omon qolmay der hammamiz, yurib mudom ko'rishib yuz, bo'laylik qadrdon aziz. 9 dekabr 2025 yıl 20:00'da yozganman. 60'dan o'tsam, ajin bosib oydekgina yuzlarim, uzoqni noaniq ilg'ab ko'zlarim, mehmon ekan o'tgan yoshlik kezlarim, do'stlarim agarda 60'dan o'tsam. Siyraklashib chirik ko'rimda tishim, qor bosib jingalak tepakal sochim, ko'p o'tmay keladi payg'ambar yoshing, birodar agarda 60'dan o'tsang. Kun-kundan kuch-quvvat belingdan ketib, salgana shamol ham tanangdan o'tib, betob bo'lib afsus qilasan yotib, do'stlarim agarda 60'dan o'tsang. Gohida qulog'ing eshitib chala, asabing buzilib topilmay hiyla, xotirang pasayar dosh bermay kalla, do'stlarim agarda 60'dan o'tsang. Omon qolmay aytar yosh borgan sayin, omonat joning ham ko'rinib shirin, har damda xudoni yodlashing tayin, do'stlarim agarda 60'dan o'tsang. 11 dekabr 2025 yıl soat 23'da yozganman. 50
Gülmeyseler bitip izine, nur gövher yağılıp yüzüne. Uykuları kelgeyler közüne, uxla balam, elle yo, elle. Osmandagi misoli oyday, bo'lgan oppoq shirin erkatoy. Belanchakka soldim yumshoq joy, uxla endi, elle yo, elle. Etrafımda bulup pervona, duo qilib yursam pinhona. Yaxshi tushlar ko'rib jimgina, uxla ko'zim, elle yo, elle. Zoya ketmay qimmatli vaqtim, omon qolmay der kelib baxtim. Nasib qilg'ay buyurgan taxtim, uxla balam, elle yo, elle. 12 dekabr 2025 yıl saat 19'da yazgan ekanman. O'zbekiston. Bir yağında Türkmen Kazak, unda Tojik, Qirg'iz o'rtoq. Chegaradash bo'lib unoq, boy cho'zgan O'zbekistonsan. Birga tug'ishganga o'xshab, turli millat jimjit yashab, quchog'ingga olgan qurshab, bag'ri keng O'zbekistonsan. O't yurak, tinchlik sevar, xalqi tetik, o'ta hushyor. Yurgan buyuk, go'zal diyor, hur o'lkasan O'zbekistonsan. Ochilmay ko'p kollar hali, tugamas boylik tufayli. Hamisha taxtim abrayli, qudratli O'zbekistonsan. Tepamda hilpirab bayroq, kelajag'im bo'lib parloq. Omon qolmay der yo'lim oq, benuqson O'zbekistonsan. 15 dekabr 2025 yıl saat 21'lerde yazgan ekanman. Bara evlat neslin dövür ötüp, so'nggilar tanimay ketib, sekin bari unutilib yot bo'larsan bara. Afsus bosib ko'zingni yo'q, vujudingga yoyilib dog'. Nefsim ketib qarigan chog', tor bo'larsan bara. Qaysi zotni tutsan gar xo'r, peshanangni egallab sho'r. Pushmon etib chekib jabr, zor bo'larsan bara. Kelinlar keltirib tashvish, kun-kundan kuchayib urush. Eshitmagandek qisib tish, kar bo'larsan bara. Avval olmay ko'z o'tini, boshqa chiqarsan xotinni. Yomonga yo'rib otingni, pes bo'larsan bara. Omon qolmay der ey banda, yuzga yondashsam agarda. Demin qisib har qadamda, g'arq bo'larsan bara. 19 dekabr 2025 yıl saat 11'lerde yazgan ekanman. Mana hurmatli do'stlar, e'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Hammangizga sog', salomatlik tilayman. Sog' bo'linglar.